Assalomu alaykum. Razoqov media kanalining podpischiklari, Razoqov shahrining turg'unlari, ayimdar jana mirzalar. Razoqov shahrining sentralni yo'limini ham bozor tomonidan tuz bosib chiqib kelsangizlar, ko'rib turgandek Poskayaga yetmasdan bu yog'i mana Ernazarov Toshpalatatida ko'cha bilan tuz bosib chiqsangizlar, Otaso'ning chotki lokatsiyadan 7 sotik yer uchastkasi sotiladi. Do'stlar, videomizni yanacha ko'rsangizlar, kirib borib sizlarga sotiladigan yerda Otaso'ning qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'stlar, ushul sentralni yo'l bilan tuz bosib chiqib kelsangizlar, ko'rib turgandek bu yoq tomonda перекресток yo'l bor. Bu yog'i mana o'ng tomonga qarab ketsa bo'ladi, bu yog'i mana chap tomonga qarab. Bu yoqda mana latok bor. Ana shu latogi bo'yi bilan tuz bosib o'tib borsangizlar, chap qo'ldagi birinchi emas, ikkinchi yer sotiladi. Do'stlar, ushul перекресток yo'ldan tuz bosib o'tib kelsangizlar, ko'rib turgandek chap qo'ldagi ikkinchi yer sotiladi. Sotilayotgan yerimiz ko'rib turgandek polnist aylanasiga shilaka bloylar bilan agrajdinya bo'lib, sonon qilib ishlariga dovdaraxlarni ekib qo'yganlar. Darvozadan kirib sizlarga sotilayotgan yerimizni ishlarini ham sonon qilib video obzor qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb sotilayotgan yeri ichiga ham kirdik. Ko'rib turgandek sotilayotgan yerimiz Otaso'ning tep-tekis chotki lokatsiyadan sagan bo'ladi. Sotilayotgan yerimizning foydali tomonlari juda ko'p. Bir necha yildan beri ekilgan yo'q, dam olayotgan yer. Yeri ham tekis, laxt yer desagan bo'ladi. Do'stlar, bu sotilayotgan yerimizni polnist aylanasiga agrajdinya bo'lgan. Ko'rib turgandek yo'l tomon, plus mana qo'shni tomonlarni sonon qilib shilaka bloylar bilan agrajdinya qilib qo'yganlar. Bu yerni sotib olgan odam bahazir kelib, o'rtalariga monday qilib sonon qilib tumbalarni quyib chiqsalar, aylanasiga chotki agrajdinyalari bor. Plus monday yerni ichida boya tutganimizdek dovdaraxlarigacha bor. Do'stlar, qo'ldan kelgancha mana bismillahirrohmanirrohim deb sotilayotgan yerimizni granitsalarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, sotilayotgan yerimizni pastki yon tomon granitsasi mana shu burchakdagi armaturadan bu yog'i mana dakansa to'g'ridagi imoratni burchagidagi tumbagacha. Bunaqangisi 25 metr. Pastki yon tomon granitsamiz ana shu burchakdagi armaturdan bu yog'i mana dakansa qo'shni imoratigacha. Bunaqangisi ham sonon qilib agrajdinylar bo'lgan. Yo'l tomon granitsamiz ana shu zabori tugagan burchagidan bu yog'i mana qo'shni imoratigacha yo'l tomonni ham sonon qilib shilaka loylar bilan agrajdinylarni qilib, chotki moshni qilib, fundamentlarni ham baqvat qilib, rossiyskiy armaturalar bilan sonon qilib agrajdinya qilib qo'yganlar. Do'stlar, yerimiz Otaso'ning chotki lokatsiyada joylashgan desagan bo'ladi. Hozirgi paytda mana yerimiz bir necha yildan beri dam olayotibdi. Biyda ekib qo'yganlar, har yili biyda urib oladilar. Do'stlar, bu sotilayotgan yerimizning ichida boya aytib o'tganimizdek dovdaraxlari juda ko'p. Bu yoqda bitta mana dovdaraxlar, bu yoqda mana olma, bu yoqlarda mana ko'rib turgandek yong'oqlar, teraklar bor. Plus mana yo'l tomonda ham mana katta teraklarigacha bor. Har tomonlama qulay. Bismillahirrohmanirrohim deb qo'ldan kelgancha sizlarga qizil kitoblarni ham ko'rsatib o'tamiz. Qizil kitoblari hammasi joyida. Hech qanaqa ares, paris hech narsa yo'q. Do'stlar, bu yerni sotib olgan odam bir kunda borib o'zlari nomlariga bahazir o'tkazib olsalar bo'ladi. Ko'rib turgan dokumentlari hammasi joyida. Do'stlar, mana sotilayotgan yerimizda tepa tomondan ko'rinishi, ko'rib turgandek polnistda sonon qilib agrajdinylarni qilib qo'yganlar. Yerimizdan tekis chotki lokatsiyada joylashgan. Ko'rib turgandek hozir paytda yerimiz bir necha yildan beri dam olayotibdi. Mana qo'ldan kelgancha sizlarga tepadan ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana sotilayotgan yerimizning yonida katta sentralni yo'l bor. Plus mana yo'lning betida katta latoklarda suvlar oqadi. 24 ga yetdi. Plus mana sotilayotgan yerimizning oldida katta transformatorlarda to'g'lagacha bor. Do'stlar, bu sotilayotgan yerimizga suvdan to'xtam muammo yo'q, har tomonlama qulay. Bu yerni sotib olgan odam bahazir kelib, past tomoniga sonon qilib, imoratlarni solib, yuqori tomonlariga dehqonchilik qilsalar bo'ladi. Yer ham bir necha yildan beri dam olayotibdi. Do'stlar, sotilayotgan yerimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 2,5 million deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa, arzon qilib kelishtirib beramiz deydilar. Qiziqqan aka-ukalar uchun shu videoni ostida xazayn nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yo'qsa savdo qilib olishinglar mumkin. Do'stlar, sizlarga video yoqsa, обязательно shu videoni ostiga bir-birdan like bosib, yer olatirgan do'stlar o'zga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.